Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Biz Cobalt avtoyni olib kelishgan. Avtoyimiz 11358 km yurgan ekan, avtomat korobka, почти yangi mashina ekan. Bularda bo'lgan holat, apparatlar o'ynab, siltab yuritgan ekan. Bu diagnostika qilganimizda zaslonkalar tiqilgan ekan, zaslonkalarni tozalab, plus egalari aytishlari bo'yicha skorost almashtirish juda ham kech ekan. Mashina yaxshi yuritgan ekan. Buni motor plus korobkalarga o'zimizdagi eng zo'r programmalarni qo'yib berganmiz. Xudo xolos yurib sinab tekshirib ko'rdi. Xudo xolos ko'ngildagidek bo'ldi. Mashina yurishlari, to'xtashlari ham. Bularda qish kunlarida, yoz kunlarida eng kerakli bo'ladigan funksiya avtozavod funksiyalarini programma orqali yo'qib berganmiz. Qulflashi bo'lsa, bagaj knopkani ushlab turamiz. Avtomobil zavet bo'ldi. Zavet bo'lgan bilintirib turadigan gabarit chiroqlari yonida. Agar pechkani yoqib qo'ygan bo'lsa, pechkani chiqqunicha issiq bo'lib turadi ichlari. Yozgi kunlarda konditsioner yoqib qo'ygan bo'lsa, konditsionerlar ham muzdek qilib turadi. Agar ertaroq chiqib bo'lsa, zamonaviy haydab ketsa ham bo'laveradi, yo'masa 10 minut o'zi qizib o'chadi. Xudo xolos hech qanaqa simptom kesilmagan, hammasi programma orqali bo'lgan. Ertaga shtobi muammo tug'dirmaydi. Kimda kim avtomobilda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qiling. Shina sifatli va garantiyali qilib bitkazib beramiz, xudo xohlasa.